Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Men Cherry Limonadning avtosaloni menejeriman va sizlarga bugun qisqagina har bitta mashinalarimiz bo'yicha obzor qilib o'tamiz. Tiggo 9 Pro. Ushbu mashinamiz bahaybatligi bo'yicha hozir Cherryda eng bahaybat hisoblanadi. Bu mashina 540 milliondan 580 milliongacha bo'ladi. Ikkita pozitsiyada bo'ladi. Gibrid va benzin pozitsiyasida bo'ladi. Benzinimiz 2 lik turbina motor bo'ladi. 247 ot kuchi va 100 kilometrga 8 litr rasxod qiladi. Azizlar, mashinaning dizayni o'ziga xos va LED faralarda bo'ladi. Oldingi orqa sensorlar va 360 gradus kamera bo'ladi. Tomoda esa kattagina panorama bo'ladi. Mashinamizning diskasiga kelsak, diskasi Maybachnikiga o'xshatib qilingan bo'ladi va yumshoq balonlarda bo'ladi. Bu yerda bokovoyimizda slipoy zona, abagrev zerkalo bo'ladi. Bundan tashqari elektron yopib ochiladi. Ruchkalari ham hozir zamonga mos qilib ishlangan bo'ladi. Xo'p, mashinamizning ichki qismi kafeyniy salonda bo'ladi. Hashamatli o'ta alkantara patologlar bilan va bu mashinada head-up display ham bo'ladi. Bundan tashqari anatomik multifunksionalniy rulda cruise control, adaptivniy cruise control, полоса удержания, полоса control hammasini boshqarib ketsa bo'ladi. CarPlay va Android Auto'ni ham ulasa bo'ladi bunda. Ovozli boshqaruv bor. Monitor kattagina qilib ishlangan azizlar. Barada xolodilnik tizimi mavjud. Sizenkalar o'zi отдельный tema, обшивкаdan boshqariladi. Sizenkalar hop, atamanka, massaj, abagrev bo'ladi. 3 sonli klimat kontrol bo'ladi mashinamizda. Mana bu salon trendga chiqadigan salon bo'ladi azizlar. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, mashinamizda orqa qismi juda keng ishlangan. Orqa qismi sizenkalardan obshivkani o'zidan bu yerdan boshqarib ketsangiz bo'ladi. Sony akustikada bo'ladi va kengina bemalol 3 kishi emas, 4 kishi ham o'tirsa bo'ladi orqa qismida. Bagajiga endi litr deb ketmaymiz, bagajiga bemalol mangal qo'ra qo'yib toqqa chiqib ketsa bo'ladi mashinamizda. Rang uchun bizda hech qanaqa to'lov yo'q. Mashinamizda xohlagan rangingizni olib ketishingiz mumkin. Keyingi modelimiz 7 Pro Max. Ushbu mashinamiz 3 ta pozitsiyada chiqqan bo'ladi. Live, Premium va Max pozitsiyalarida chiqqan bo'ladi. Mashinamizning narxi 299 million 900 dan 365 milliongacha bo'ladi. Bu mashinamiz 1 volt turbina motor va полный приводный mashina bo'ladi. Bu mashinani boshlang'ich atigi 15% dan 1 yildan 5 yilgacha rassrochka asosida yoki kredit asosida xarid qilishingiz mumkin. Mashinamiz tog'ga chiqishga, ya'ni yo'l tanlamas mashina bo'ladi, ya'ni полный приводный mashina bo'ladi. Shu mashina oldingi orqa sensorlar 360 gradus kamera va tomoda panorama bo'ladi. Xo'p, buni diskalari o'ziga xos ishlangan sportivniy yumshoq balonlarda bo'ladi. Bokovoylari keladigan bo'lsak, slipoy zona, abagrevi bo'ladi va elektronniy yopilib ochiladi mashinamiz va balandligi bizning yo'llarga mos, balandgina bo'ladi, ancha yerdan 19-20 sm atrofi bo'ladi. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, 8 Prolarimizni atmosferasini beradigan korishniy hashamatli salon bo'ladi. Sony akustikada va bu yerda kattagina monitor ketgan bo'ladi. Anatomik multifunksionalniy rul, полоса удержания, полоса kontrollar bo'ladi. Xo'p, barada bunda ham xolodilnik bo'ladi. Kristalli o'ziga xos richak bo'ladi bu yerda. Rejim modda 4x4, qorda, cho'lda, ya'ni loyli yo'llarda yurishga moslashgan bo'ladi mashina. Xo'p, bu ushbu mashinamizni yana bir o'ziga xos qulayligi katta, keng va orqasiga 3 kishi emas, 4 kishi ham bemalol o'tirsa bo'ladi orqa tomoniga. Xo'p, abagrev oldingi orqa qismlarida va abduq ventilyatsiya sideniyam ham bo'ladi bu mashinamizda. Bagaji ham anchagina kattagina bo'ladi mashinamizda. Mashinamizning ichki qismi shunchalik chiroyli ishlangan va alkantara patologlar, korishniy salon va bu yerda salonning ichini ko'rsatib o'tamiz birdaniga. Xo'p. Ushbu mashinamizda pamyat sideniyalari bo'ladi va alkantara patolog, lidar, abagrev oynalari abagrev bo'ladi va eng chiroylisi mana bu sherli kristalniy richak bo'ladi. Xo'p, mashinamizni monitori 12 dyum bo'ladi. Buni mazza qilib Android Auto, CarPlay ulab bemalol ulanib ketsa bo'ladi. Keyingi mashinamiz Arizo 8. Bu mashinamiz gibrid bo'ladi. Narxi 365 million so'mga tushirib beramiz. Agar siz naqd pulga xarid qilsangiz 40 million so'm o'z foydasiga xarid qilishingiz mumkin. Mashinamizni boshlang'ich atigi 25% dan 1 yildan 5 yilgacha rassrochka yoki kredit asosida xarid qilishingiz mumkin. Shu mashina hozir Kia Cabbage, Malibu, shunga o'xshash mashinalarni choyini ichirib qo'ygan mashina bo'ladi. Ishonasizmi? 100 kilometrga 3 litr benzin rasxod qiladi desam. Shu mashinamiz motori 1.5 turbina motor bo'ladi. Dizayn bo'yicha hozir juda chiroyli mashina va panorama, sensorlar 360 gradus kamera bo'ladi va LED optikada farlar, diskalari va o'z alohida tema bo'ladi bu diskalari. Xo'p, bokovoy ayrim mashinalarga o'xshab bu yerdan emas, mana bu yerdan dizayn chiroyli qilib chiqarilgan va shuni o'zi ham ancha vid berib turibdi. Mashinamizda 360 gradus kamera, slipoy zona va abagrevlari bor, ya'ni yomg'irda terlab ketmaydi bokovoy. Xo'p, mashinamizda salon qismi juda keng,
juda keng bo'ladi. Xo'p, buni ham Merz dizayn bo'lsa bo'ladi. Sizenkalarning o'rnatilishi apshipkadan bo'ladi va ochilishlari, ruchkalari juda chiroyli. Kengina kojinli salon bo'ladi. Plastik ishlatilmagan mashinada. Juda chiroyli va atmosferli diodlar 600 xil rangda yonadi va tashqi tomondan ham mana bunday Arizo degan va narojniy diodlar tushib turadi pastga eshiklar ochilganda. Mashinamizning orqasi juda keng azizlar. Bemalol o'tirib oxirigacha surilganda ham sizenkalar oyoqlar tegib qolmaydi va mazza qilib ketasiz aka. 3 litr расход, gibrid 150 km yursa zapas hodi 1400 bo'lsa yaxshi ko'zi ko'rmasmi azizlar. Xo'p, bagajimizga 4 ta 5 ta chamadon bemalol ketadi. Bagaj qismimiz ham ancha katta bo'ladi. Bemalol 4 ta 5 ta va siz xarid qilganingizda mana bunday zaryadchiklar ham o'ziga qo'shib beriladi. Mashinamiz hozir bu mashinamiz hozir ko'pchilikning talabi bo'lib turibdi. Ya'ni ekonom bo'yicha, puli bo'yicha, haydash unaqasi bo'yicha hammaning talabi bo'lib turibdi. Dizayn o'ziga xos va ichkarisiga kelganda bu yerda beskluchovoy доступ bilan eshikka kiramiz va ichkarisiga kirganda mashinamizni kattagina monitor ketgan bo'ladi. Bunda ham anatomik multifunktsionalniy rol sensorniy bo'ladi. Bu yerda полоса удержания, полоса контроль, rejim vождения hammasini boshqarib ketsa bo'ladi va bu yerda bespроводной zaryadkalari bo'ladi. Mashinamizda hop podsvetkalari bo'ladi oynasida. 2 xil svetda yonadi podsvetkalari mashinamizda. Bemalol siz uchun ayni hamyonbop ekonom variant bo'ladi mashinamiz siz uchun. Panoramasiga kelsak, panoramasi oxirigacha ochiladi mashinamizda va shtorkalik bo'ladi panoramasi mashinamizda. Airbaglar bu yerdan oldingi stokadan orqaga stokada va oldida ham airbaglari bo'ladi. Xo'p, lidar bo'ladi. Bu yerda video registrator o'zi zapis qilib ketadi. Keyingi obzorimizda Tiggo 8 gibrid. Ushbu mashinamiz bahaybat, lekin 5 litr расход qiladi azizlar. Narxi 424 milliondan 404 milliongacha bo'ladi. Agar siz naqd pulga xarid qilsangiz 40 million so'm o'z foydasiga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu mashinani 1 yildan 5 yilgacha foizlarsiz xarid qilishga egasiz. Agar siz bizga kelib test drayvlar qilib ko'rsangiz, aynan gibrid mashinalarimizga sizga sovg'alarimiz ham bor o'ziga xos. Xo'p, mashinamiz shu gavdasiga 5 litr расход qilsa, 1200 zapas hodi bo'lsa, yana nima kerak? Xo'p, oldingi qismi mashinamiz juda chiroyli ishlangan. Oldingi orqa sensorlar 360 gradus kamera, LED optikada va panorama bo'ladi. Rangi ham hozir o'ziga xos rang bo'ladi. Aynan Tiggo 8 gibridlarimizga kumxo balon ishlatiladi. Yumshoq balon faqat aynan Tiggo 8larimizga ishlatiladi gibridlariga. Bokovoylariga kelsak, endi slipoy zona, обогрев, elektronniy yopiladi va ruchkalari o'ziga xos bo'ladi buni. Ichkarida hamda tarzda chiqib turadi. Salon yangicha dizaynda, kafeinoviy salon trendga chiqadigan salonlardan biri bo'ladi. Akustika azizlar bunda ham Sony bo'ladi. Massaj tizimi elektronniy boshqariladi sezenkaning o'zidan va mana bu yerda chiroyli bar, bespроводной zaryadkasi bilan 9nikiga o'xshash kattagina monitor, hidab displey bo'ladi. Mashinamiz 7 kishilik mashina azizlar. Bemalol dam olishga oilaviy shaharning ichida mazza qilib miniladigan mashina bo'ladi. Agar siz mashinani balandligi haqida gapiradigan bo'lsangiz, yerdan 20 sm dan ziyod baland bo'ladi. Ya'ni bizni sharoitimizga juda mos mashina bo'ladi bu. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, mashinamizning orqa qismi juda ham chiroyli, ya'ni 3 kishi, 4 kishigacha bemalol sig'ib ketadi. Xo'p, обогрев orqalarida ham bor. 3 zonli mashina bo'ladi, 3 qatorli mashina bo'ladi. Aytganimdek bo'yi, kumxo balonlar, eng yumshoq balonlar qo'yiladi mashinamizda. Undan tashqari mashinamizda head-up display, atamanka, massaj, anatomik multifunktsionalniy rol, cruise control, adaptivniy cruise control, shunga o'xshash ko'plab funksiyalari bor. Shunday o'tirib, aytilgan funksiyani, miyangizga kelgan funksiyani aytsangiz bor shu mashinada xullas. Keyingi obzorimizda esa 8 Pro Max. Xo'p, ushbu mashinamiz 2 lik motor, полный приводный mashina bo'ladi. Ushbu mashinani atigi boshlang'ich 25% dan boshlab 1 yildan 5 yilgacha рассрочка asosida xarid qilishingiz mumkin. Ushbu mashina yo'l tanlamas mashina, ya'ni 7 kishilik 4x4 rejimda qorda, loyda, cho'lda hamma yo'lga to'g'ri keladigan mashina shu bo'ladi. Shu mashinamizni qisqacha obzor qilib o'tadigan bo'lsak, faqat nima deydi? 2 lik motoru 7 litr расход qiladi mashina. Yana siz buni naqd pulga xarid qilaman desangiz, 60 milliongacha o'z foydasiga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz 25% dan boshlab to'lov qilsangiz, buni oylik to'lovi sizga 2 milliongacha tushishi ham mumkin. Xo'p. Bundan tashqari mashinamizning tepasida kattagina panorama, oldingi orqa sensorlar, 360 gradus kamera bo'ladi va dizayn o'ziga xos LED faralarda bo'ladi. Mashinamizning diska qismlari, diskalari juda chiroyli bo'ladi. Mashinamizning o'ziga xos dizaynda ishlangan bo'ladi. Xo'p.
Akoga kelsak, bunda ham abagrev, ya'ni slipoy zona mavjud bo'ladi. Mashinamizni ichki qismi juda chiroyli bo'ladi. Korishniy salonda bo'ladi, ya'ni massaj, atamanka, bundan tashqari hidab displey bo'ladi mashinamizda. Kattagina monitor va xolodilnik barlarda bo'ladi. Akustika bunda ham Sony bo'ladi, azizlar. Mashinamiz shuncha katta gavdasiga endi trassada 6 litrgacha rasxod qiladi mashinamiz. Orqa qismi esa undan-da chiroyli, kattagina, kengina ishlangan bo'ladi. Bagajiga mangal, qo'ra cho'rlar bilan toqqa ketganda bemalol qo'yib ketsa bo'ladi. Shu mashinamizni boya aytib o'tganimdek 60 million so'm foydasiga xarid qilishingiz mumkin agar naqd pul kelsa yoki kredit asosida xarid qilsangiz ham bo'ladi. Mashinamiz undan tashqari ichki qismida juda keng qulayliklar mavjud, ya'ni rulda adaptivniy cruise control, polasa удержания, polasa kontrol, hamma narsa mavjud bo'ladi. Ichki qismini rul tarafdan, shofer tarafdan kelib ko'rsak, keng, ancha obzorni katta ko'rish mumkin, bemalol tepadan ko'rib turish mumkin obzorlarimizni. Rullarimizda mana bu yerda polasa удержания, polasa kontrol, abagrev rul, multi boshqaruv, ya'ni ovozli boshqaruvlarni qilib ketsa bo'ladi. Qisqa obzorimiz yakunlandi. Agar sizga ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bizning manzilimiz Termiz ko'chasi 183, Cherry limonadli. Agar siz bizni test drive qilaman desangiz, bizda bepul mutlaq olasiz. Test drive qilganingiz uchun sovg'alar ham beramiz.